Hello YouTube ahli do'stlar, sizlar bilan bugun men Shahi MC do'stlar. Bu videoda biz sehrgarlik anjomlarini ishlatib Minecraft olamini yanada qiziqarli qilamiz. Birinchi do'stlar, sehrli anjomlar mana bu yerda edi, adashmasam. Mana do'stlar, bu yerda har xil mana bu yalmog'zi kiyimlar ham bor ekan do'stlar. Hammaga har xil, lekin menga ko'proq qizil yo'qotgandek tuyulyapti. Ko'rish kerak. Birinchi siyoh rangida. Mana do'stlar. Do'stlar, nima deysizlar? Yaxshi turdimi bu kiyim? Kommentariyada do'stlar o'z izohlaringizni yozib qoldiring. Shu ikkita kiyimni taqqoslagan holatda. Ikkinchi kiyimni ham kiyib ko'rish vaqti keldi. Ikkinchi kiyim do'stlar, bilmadim, menga yoqdi lekin ikkinchi kiyim. Sizlargachi do'stlar? Xo'sh, mana shalvarmi? Mana shalvarni kiydim. Do'stlar, men ko'proq chiroyliroqmi? Do'stlar, o'z izohlaringizni kommentariyada yana bir bor aytaman, yozib qoldiringlar do'stlar. Bu men uchun juda qiziq. Do'stlar, nimani? Nima bu do'stlar? Masalsa? To'xta, nima bu? To'xta. Amal do'stlar. Nima bo'lsa ham bizga farqi yo'q. Xo'sh, mana cookie degan anaqa bor ekan. Pichenni. Keyin mana potion, mind potion, ender blight, fireball, gravitatsiya vortex. Do'stlar, hammasini birma-bir ko'rib chiqamiz bu videoda. Shu hamma sehrli anjomlarni ham o'zi hammasini do'stlar. Birinchi men bu poisonlarni ishlatib ko'rish kerak do'stlar. Xo'sh, qayerda ishlatib ko'ramiz birinchi? Mana poison nima qilyapti? Do'stlar, mana poison to'ldirib berar ekan, zo'r narsa ekan. Do'stlar, keyin buni nima deyishim mumkin? Gravitatsiya vortex ekan. Uni tushunmadim, lekin shunaqa anaqa ekan. Mana mod degan narsa ham bor ekan, buni tushunmadim lekin. Tushunganlar kommentariyada yozib qoldiringlar. Men uni tushunmadim narsaga. Mana ko'kini ham yeb ko'rish kerak. Xo'sh. Nima qilarkan bu? Amal просто pechenye ekan. Mind potion nimadir qilib beradi. Bu turib turursa. Xo'sh. Oxirgisi nima edi? Gravity vortex. Unda ice blast davom ettirib ketaveramiz shu do'stlar. Do'stlar, bu video juda ham qiziqarli bo'ladi. Albatta oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman do'stlar. Xo'sh, shunda ketma-ket video ishlatib ko'ramiz. Ender blight degan narsa bor ekan, xo'sh. Buni toshbaqada sinab ko'ramiz bu. Ender blight degani do'stlar, ender yorug'ligi ekan. Unchalik tushunmadim, uni bilmadim. Shunday bo'lib yorug'lik tushib nimadir qilar ekan. Qisqasi. Keyin do'stlar, fireball bor ekan. Bu ham zo'r ekan. Toshbaqalarni ham qiynayapti. Yondirib ekan do'stlar. Xo'sh, mana zombi ko'rdik boya. Qani ekan zombi? Where are you? Zombies. Do'stlar, to'xtanglar. Bitta anaqa bor. Hozirga do'stlar, bitta zo'r anaqa ko'rsataman. Anaqa emas do'stlar, ertalab kech qurun qilib qo'yamiz. Qarab turinglar do'stlar. Time wrap. Okay. Qani do'stlar, quyosh? Do'stlar, endi quyosh qayerga ketdi? Do'stlar, quyosh topamayapmanmi? Amal do'stlar, hozir chiqadi quyosh qayerda bo'lsa. Tepada bo'lsa kerak. Mana do'stlar, mana ko'rdingizmi do'stlar? Mana masalan quyosh bo'lsa mana. Pas
kun o'tib ketyapti do'stlar. Mana do'stlar, buni ishlatsam kun o'tib ketadi. Do'stlar, bu modda eng yoqqan taraflardan biri shu bo'ldi do'stlar. Kunni o'tkazib yuboradi. Mana bu pastga tushdi. Hozir do'stlar, endi qaranglar do'stlar. Yana do'stlar, aniqlayman. Vaqtni kechga qilaman-da. Zombilar maza qilyapti. Muhimi. Mana do'stlar, quyosh to'g'riroq vaqt o'tyapti do'stlar. Mana do'stlar, quyosh ham botib yo'q ketdi. Imomniki oy chiqdi. Endi do'stlar, zombilarni qiynaymiz. Nima edi do'stlar, zombilar yo'q? Men ikki Minecraft achidan qo'ydim-ku. Zombilar qani? Kerak emas paytda tiqilib oladi hammasi. Nahotki bitta ham zombi yo'q. Bu masala o'zimizda bor qilamiz do'stlar. Unaqa kutib o'tirgandan ham foyda yo'q. Xo'sh, zombining tuxumi qayerda edi? Hozir do'stlar, bundan ham zo'r fikr bor. Xo'sh. Pillager, Vindicator and hamma nasabiga o'ynaydigan yalmog'iz. Ayniqsa do'stlar, menga vaqt yoqmaydi shu. Shuni bitta qiynash kerak. Mayli do'stlar, birinchi mana bu yashil botrillardan boshlaymiz. Bu Ender Blight ko'rsatdim. Fireball to'xta. Fireball'ni ko'rdinglar. Endi Gravity Vortex bunaqa ishlaydi. İçiga olib, nima do'stlar, bu yerda yashil botrillar ko'p. Mana do'stlar, bitta uloqni hammasini ichiga olib yo'q qildi. Do'stlar, buni ham aniq qildi. Qora tuynikka o'xshar ekan, do'stlar. Kim o'xshatdi yana? Xo'sh, bu Ice Blaster. Do'stlar, bosh kuchli ekan. Qaysi qo'ying? Mana bu. Do'stlar, buni ham ko'rgan bo'lsak, endi Illuminate degani bor ekan. Nima bu? To'xtalar, ham ko'rish kerak. Xo'sh. Pillager rolini qo'yib turamiz va mana to'g'ri kerak. Hamma narsabga o'ynaydigan mana bu kichkinani birinchi o'ringa qo'yish kerak. Bor ekan. Ice Blast, okay. Illuminate. Mana. Do'stlar, uncha tushunmayman. Levitation degan ikkita mana qaranglar do'stlar. Sehr o'qib uchta bo'lar ekan Minecraftda. Nu do'stlar, keyin yana bitta narsani aytishim kerak. Prosta sehrda Minecraftdagi prosta modda aytaman. Ya'ni qora sehr bunaqa narsa emas. O'sha folbon o'sha narsalar aralashmagan bu videoda do'stlar. Qisqasi pastga tushamiz. Lekin do'stlar, shu taraf sal yomon ekan bu o'yinda. Shu modda to'satdan tushirar ekan. Agar survival modida bo'lsa, o'ldirib yubora qoladi. Time wrap ko'rsatdim, vaqt ketkazadi. Lightning strike bu xo'sh, ishlatilmaganlarini chetroq qo'yib turamiz. Muhim tartib. Xo'sh, chaqmoq zarbasi. Do'stlar. Çok dahşet turarken. Davay Enderman'ni. To'xta Enderman. Enderman to'xta. Do'stlar, Enderman turib olgandi. Bu ham zo'r ekan do'stlar. Endi Minotrashlar balasi. Nima bo'ldi do'stlar hozir? Do'stlar, yorib yuboribdi-yu bu yerda. Mana do'stlar, hozir yana bitta ko'ramiz. 1 2 3 do'stlar, dahshat qiziq ekan do'stlar bu mod. 1 2 3. Davay. Yorib qolar ekan do'stlar bu yerni. Xo'sh, endi men eng yoqtirganlarimdan biri polymorph. Do'stlar, skelet
Mana do'stlar. Hamma nasibga o'yilgan narsani dabdalasini chiqazamiz va push qilib oxirida bitta o'chirib yuboramiz. Return. Xo'sh, tamam. Mana. Indamadi do'stlar. O'chirib yubordik. Skeletni o'z do'stlar, bu faqat skeletda emas, boshqa anaqalarda ham ishlaydi mobilada. Prosta faqat skeletda anaqa qildim. Bu push yana bor ekan, uchirib yuborar ekan. Shunday qilib do'stlar, qisqasi uchirib yuboradi. Men bu summon minion degani mana bu narsa ekan, tamam bu maxluqcha. Mana do'stlar shu. Return unchalik tushunmadim do'stlar, lekin return. Wither skulls. Xo'sh. Ham do'stlar tornado aytdi. Whirlwind. Wither skulls. Skulls degan narsani otib o'ldiradi. Keyin chain lighting buni ko'rdinglar. Xo'sh, maxluqlar. Do'stlar, maxluqlar qaytib ketdi. Voy, shuncha maxluq yurgan-ku. Do'stlar, Whirlwindda to'xtanglar do'stlar. Oldin vaqtni sal o'tkazaylik. Cho'ta ko'ntib ketib qoldi. Davay. Bo'la qol. Bittami mana po'shindan chiqarsak, hammasi joyiga tushadi. Ana endi bosamiz. Skeletlar, zombilar qansilar endi? Hammalar chiqinglar. Как раз keraksizlar. Xo'sh, tornadoni boshidan sinab ko'ramiz. Tornado dahshat ekan do'stlar, lekin aylantirib bir amallab nimadirlar qilib tashlaydi. Xo'sh, keyingisi Wither skulls. Nanasi, bu do'stlar qulab ham anaqa qilar ekan. Sizlarga yetishishdan chiqdi do'stlar. Mana do'stlar, qaranglar, ketdi. Qo'liydi, ko'rasizlarmi do'stlar? Mana, ana ketdi. Qulab bir amallab tutadi. Buni ham do'stlar maksimal nimadir qilsa bo'lar ekan. Da endermanda. Do'stlar, 5 tasi bittada, uzr. Bittasini 5 tasi dabdalasini chiqazar ekan. Davay. Bitta udardi do'stlar, hammasiga javob. Zombini ham bir qiynaymiz. Ketdi. Eng muhimi do'stlar qaysi bilasizlarmi? Men bu anaqani qiynash eng muhimi hozir. Shu do'stlar juda ham ko'p asam yo'nirdi. Kulishingga ham, o'zingga ham chaqmay taqtirib. To'p bir-biriga o'tkazib yuborar ekan. Shu taraf boshqa ko'rar ekan do'stlar. Endi qolgan moblar qani? Mana hozir bittasi yana qilaman hozir. Yana po'yishini olish kerak. Endi xo'sh, mana. Nima aytayapti? IB degan narsa bor ekan, lekin uncha tushunmadim do'stlar mana. Buni ham charge qilib, do'stlar. Qandaydir ko'zi nimasidir. Men bilmadim. Do'stlar, qisqasi shu, endi Firebird qilib yondirib olar ekan. Firebird mana.
Xo'sh, mamnunman. Endi mana bu narsa bor ekan do'stlar, survivalga o'tsam, agar jonim tezroq to'ldirib beradigan narsa ekan. Sunlight degani bor ekan, quyosh nuri ekan. Ajoyib ekan do'stlar bu anaqa. Ha do'stlar, bu kuydirib anaqalar ekan-da do'stlar. Lekin menga ta'sir qilmadi hozir. To'xtanglar do'stlar. Menga qilib ko'ramiz. Davay. Do'stlar, bu mana bunaqa yorug'likda bo'ladigan moblarga ekan do'stlar. Quyosh aniq nurda eritib ekan. Xo'sh, buni ham to'rttasi bittada bo'ldi do'stlar. Boshqa naqa qolmadimikan? Menimcha do'stlar, bugungi video shundan iborat bo'lsa kerak do'stlar. Do'stlar, menimcha do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi do'stlar. Keyingi videolarda uchrashguncha do'stlar, xayr do'stlar, sog' salomat bo'ling. Va iltimos do'stlar, videoni ko'rgan bo'lsangiz, videoga like bosish esdan chiqmasin va komment ham yozib yuboringlar do'stlar. Menga bu qo'llashinglar juda ham katta foyda beradi do'stlar va xursand qiladi va motivatsiya beradi. Keyin do'stlar, Instagramda ham Shahiy MC degan Instagram profilim bor do'stlar, unga ham obuna bo'lib qo'ying do'stlar. Yangi chiqayotgan videolarni YouTube'ga qo'yishdan oldin balki unga ba'zida qo'yib turaman do'stlar. Keyin do'stlar, Telegram kanalimga ham o'tsanglar do'stlar, har xil modda tashiganman. Uni ham Shahiy MC deb yozsangiz Telegramga 100% chiqadi do'stlar. Kelasi videolarda uchrashguncha do'stlar, xayr do'stlar, sog' salomat bo'ling.